izchil davomlashayotgan kutgan hozirgi zaman. The present perfect continuous tense. Izchil davomlashayotgan kutgan hozirgi zaman ma'lum bir vaqtda boshlangan hamda hozirgacha davomlashayotgan yoki so'zlagan vaqtning dal o'zida oyoqlashgan harakatni ifodalashda ishlatiladi. Izchil davomlashayotgan kutgan hozirgi zamonninki bo'lishliq jumla shaklini yasashda ega, undan keyin yordamchi fe'l. Üçüncü şəxs birlik cümlədə ega bo'lib kelgan chaqda yordamchi fe'l have hasga o'zgardi. Undan keyin be fe'lninki o'tgan zaman tarmoq shakli been, harakat fe'l ing, andan to'ldirg'ich keladi. Masalan, he has been teaching for 10 years. Uninki dars o'tayotganiga 10 yil bo'ldi. We have been talking about you. Biz baya siz to'g'riliq paranglashayotgan edik. Izchil davomlashayotgan bitgan hozirgi zamonning oddiy so'roq shaklini yasashda yordamchi fe'l have yoki has jumlaning beshida keldi. Ondan ega be fe'lning o'tgan zaman tarmoq shakli been, harakat fe'l ing to'ldirg'ich keladi. Masalan, has he been teaching for 10 years? Uninki dars o'tayotganiga 10 yil bo'lganmi? Have you been talking about me? Sizlar boya men to'g'riliq paranglashayotganmidinglar? Izchil davomlashayotgan bitgan hozirgi zamonning bo'lishsiz jumla shaklini yasashda yordamchi fe'l have yoki hasning keyiniga not qo'shiladi. Masalan, ega have not yoki has not. Be fe'lning o'tgan zaman tarmoq shakli been, harakat fe'l ing to'ldirg'ich keladi. Masalan, he has not been teaching for 10 years. Uning dars o'tayotganiga texi 10 yil bo'lmadi. We have not been talking about you. Biz baya siz to'g'riliq so'zlashmayotgan edik. Izchil davomlashayotgan bitgan hozirgi zamonning alohida so'roq shaklini yasashda savol almashtirish jumlaning beshida keladi. Ondan yordamchi fe'l have yoki has, ondan ega, ondan be fe'lning o'tgan zaman tarmoq shakli been, harakat fe'l, ondan ing harflari keldi. Masalan, what have you been doing? Siz baya nima qilayotgan edingiz? How long has he been teaching? Uninki dars o'tayotganiga qancha uzun bo'ldi?